Meduza modelimizni ko'rishingiz mumkin mana. Chiroyli holatda ishlangan ekan. Materiallari ham o'ta chiroyli. Orqalari ham o'zini materialidan bo'lgan. Qo'l qo'yadigan qismlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Sidinalari ham mustahkam, ancha dadil ishlangan ekan. Ukologimiz mana yon qismlarini ko'rsatishimiz mumkin. Xudo xolasa bu ukologimizda ham razmeriga keladigan bo'lsak 430 ga 230 razmerda bo'ladi. Mana bunaqangi pufilari ham bitta pufiga bor ekan bu ukologimizda. Narxini nimaga aytmayapsiz desanglar, nomer qoldirib qo'yaman. Mana shu nomer bilan bog'lansanglar, albatta aloqaga chiqsanglar, narxlari bilan manzillarini sizlarga aytib o'taman. Hozir biz do'konga kelganmiz. Hamkorimizning do'koniga ukollar kelganmiz. Parlament stol stolimizni ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda saqlangan. Mana bu ham sotuvga tayyor. Jurnalist stolini ko'rishingiz mumkin. Mana bu Cobra fason deyiladi. Bu ham ranglari ham chiroyli ekan. Bu menimcha xurram bo'lishi kerak. Bilishim bo'yicha. Mana jurnalist stolini mana tashqariga olib ko'ramiz. Oldi qismlari, yon qismlari. Gullariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli qilib plashalar bilan ishlab berilgan ekan.